Hozir va shu yerda meni nima bezovta qilyapti? Aslida kun davomida bizni juda ko'p insonlar, juda ko'p vaziyatlar bezovta qiladi. O'zimiz hatto bilmaymiz, sezmaymiz. Bilsak ham ba'zan o'sha o'yinga kirib ketamiz. Agar mana shu savolga qanaqa kelsa shunaqa javob yozgan bo'lsangiz, orqasiga shakl kelsa shakl, yozuv kelsa yozuv kelib chizib eshitib o'tiring. Chunki shakllar bizni yer bilan ulashga, kibrimizni, andishamizni, bizga xalal berayotgan qo'rquvimizni garmoniya keltirishga sababchi bo'ladi. Biz yaratuvchining eng buyuk va mukammal yaratig'imiz. Bizda yaratuvchanlik bor. Bizda tabiblik bor. Bizda yig'i bor. Bizda kulgu bor. Hammasi bor. Lekin doimiy qiynoqlar, pulim ko'p bo'lsa baxtli bo'laman. Hozir shu ishimni yo'lga qo'ysam, keyin yaxshi yashayman. $5000 topsam, meni insonlar tan oladi. Chet elga sayohatga borsam, men hammaga yaltirab ko'rinaman. Meni ishim kimnidir ishidan zo'r bo'lishi, bu meni zo'r qilib qo'yadi. Meni mashinam zo'r bo'lishi, uyim zo'r bo'lishi, chiroyim, bo'yim, tanamning ko'rinishi. Aslida bular barchasi sarob. Illyuziya. Biz mana shu saroblarda o'ynab yaratuvchidan uzoqlashdik. Yagona yaratuvchidan uzoqlashdik. O'zimiz yolg'iz qolgandek. Hamma bizga tikilib turgandek. Hammani biz bilan ishi bordek. O'zimizni tutamiz. Qani aytingchi, agar sizda ko'p pul bo'lsa, o'zingizni baxtli his qilasizmi?
Sizda undanda ko'proq pulni topish ishtiyoqi bo'lmaydimi? Millionerlar, trilliarderlar, go'gladerlar. Ularni aslida mana shu qiynoq, yana va yana rivojlanish qiynog'i o'sha nuqtaga olib chiqmadimi? Inson ongida biz mana shunaqa pul topamiz. Bizga doimiy yetishmovchilik bo'ladi va biz doimiy yetishmovchilikni his qilishda davom etamiz. Inson ongidagi pul mana shunaqa. Lekin sevgiga chiqqanda, sevgini o'zida topganda, asl sevgi yaratuvchi ekanligini tan olganda, inson har qanday pulda ham o'zini xotirjam va boy his qila oladi. Sog'lom bo'la oladi. O'zingizni aldamang. Pulim ko'p bo'lganda baxtli bo'laman. Sog'lom bo'lganda baxtli bo'laman. Kamchiligim bo'lmasa baxtli bo'laman. Aslida kamchilik yo'q. Biz bormiz xolos. Biz o'sha atrofimizdagi insonlarning bizga munosabatini belgilab beruvchi hayotimiz shaklini, shamoilini chizib berishga qodir bo'lgan hazrati insonmiz. Lekin bunga ilmimiz yetmagani uchun, bilimimiz yetmagani uchun o'yinlarda ko'p o'ynadik. Judayam ko'p o'ynadik. Qo'llaringizni qo'yib borib yozishda davom eting. Xohlasangiz yozing. Xohlasangiz shakl chizing. Qog'ozda ruxsat bering o'zingizga. Barcha shakllarni go'zal bo'lish shart emas. Bugun ular sizdan to'kilsin. Sizni qiynagan qiynoqlar, sizni bezovta qilgan bezovtaliklar, og'riq, alamlar barchasi chiqsin. Barchasi to'kilsin. Ruxsat bering hammasini to'kilishiga. Xuddi boshingizdagi chiziqlar mayda-mayda mikrosxemalar kabi tutashib ketgandek. Mana shu sisiqlaringiz ham tutashib ketaversin. Aslida bular sizni ichki bezovtaligingiz. Qachondir kimnidir so'kolmagan, tarbiyali bo'lishim kerak degan iqrorlikning осложненияsi.
surunkali kasalliklar, nasldan naslga o'tuvchi kasalliklar. Bular barchasi illyuziya. Barchasi yo'q. Dasturxonimiz bir, tarbiyamiz, odatimiz bir. Biz mana shularni takrorlab bezovtaliklarni ham o'zimizga ortib oldik. Barchasi to'kilishiga ruxsat bering. Mana shu chiziqlar qancha sizning bosib o'tgan yo'lingiz. Yo'llar tutash, yo'llar ayro. Barchasi ayro. Shoshilmang. Qanchalikka tayyor bo'lsangiz, shunchalikka yozishda davom eting. Chizishda davom eting. To'kilishda davom eting. Chunki tozalik bu inson umrini oxirigacha qilinishi kerak bo'lgan ish. Poklanish, ozodalanish. Bu har bir zamonda insonga zarur bo'lgan ish. Hech nimani o'ylamang. Yozishda davom etib, chizishda davom etib ketavering. Bularni barchasi sizdan to'kilishiga imkon bering. Sizdagi bezovtalik, sizdagi og'riqlar ruhingizdan o'tib taningizgacha kelgan. Endi ruh, tana va ijtimoiy holat bo'ylab tozalanishni boshlang. Qanchalikka tayyor bo'lsangiz, shunchalik to'kilsin ular sizdan. Har bir bezovtalik sizdan to'kilsin, ruxsat bering. Ruxsat bering. Mayli natija nima bo'lsa ham. Yopishmang, hech nimaga yopishmang, qo'yib yuboring. Siz yetib keldingiz bugungi kunga, tozalanishga, o'zingizni rivojlantirishga, ruhingizni endi ilm orqali uyg'otishga. Inson ongida ruh faqat qiyinchilik orqali uyg'onadi. Pulsizlik, juftsizlik, elsizlik, farzandsizlik, bularni barchasi ruhni uyg'otayotgan bo'ladi. Chunki biz chalg'ib qoldik. Biz chalg'ib ketdik.
Mana shunda ruh eslashni boshlaydi. U uyg'onishni boshlaydi. Chunki u uyg'onish uchun yerga tushgan. Rivojlanish uchun yerga tushgan. U rivojdan to'xtashsa, bu hayotning o'tgani bekor. Imkonning berilgani bekor. Uni uyg'otish shart, majburmiz. Biz bo'lmasak boshqalar tepkilab bizni uyg'otishadi. Turtkilashadi. Kamsitishadi. Biz mana shu yaralarni yopib kimdandir eshitgan, kimdandir ko'rgan, kimdandir bilib olgan gaplarni to'g'ri deb o'ylaymiz. Aslida hamma kitoblarni insonlar yozgan. Va ularda ham xatoliklar bor. O'sha kitoblarda ham xatoliklar bor. Nima uchun hozir yoshlar kitob o'qigisi kelmayapti? Chunki ruhdagi ilmni eslash, uni uyg'otish, unga yaqinlashish qonda, ichaklarda, bosh miyada, barchasida tozalanish insonni o'ziga o'zi beradigan eng katta yordami. Inson markazda, o'rtada yaraldi va olamlar unga bo'ysundi. Faqatgina doim ham buni his qilish, bu yerda qola olish, markazda tura olishga qurbi yetmaydi. Unga juda ko'p narsalar xalal beradi. Qarshiliklar, irodasizlik, qo'rquv bizni mana shu bezovtaliklarga olib keladi. Ruxsat bering. Har kim o'zini hayotida yashashiga. Hech kimni aslida biz bilan ishi yo'q, vaqti yo'q biz haqida o'ylashga, bizni go'zalmizmi, xunukmizmi muhokama qilishga. Hech kimni vaqti yo'q aslida. Bu faqatgina hayotini bekorga o'tkazayotgan, hayotidan ma'no topolmayotgan insonlarning ishi. Ruxsat bering ular o'zini tajribasidan o'tishiga. Aslida sizni bezovta qilayotgan bezovtalik mana shu sizni bezovta qilayotgan bezovtalik, tinch qo'ymayotgan bezovtalik sizni juda ko'p sarobiy o'yinlarga tortadi. Juda ko'p sarobiy o'yinlarga tortadi. O'ynamang bu o'yinlarda. To'kilishga, tozalanishga ruxsat bering. Barchasidan ozod bo'lishga, qutulishga ruxsat bering. Hammasidan tozalanishga ruxsat bering. Mana shu shakllar ham sizni ichki holatingizni
to'kib tashlashga yordam beradi. Ilohiy ishonchda bo'lsangiz bo'ldi. Ishoning, barcha jarayonga ishoning. Sevgiga, nurga, ochilishingizga ishoning. Barchasidan to'kilishga, ozod bo'lishga ruxsat bering. Yagona yaratuvchi bilan ulanishga ruxsat bering. Uning iznida hammasi to'g'ri. Hamma jarayonlar to'g'ri. Mana shu jarayonlarga qo'lingizdan ushlab birgalikda ketayotganimizni ko'ring. To'kilganingiz sari, tozalanganingiz sari yengillashganingizni ko'ring. Men sizni tabriklayman. Bugun bir qavatingizni shilganingiz bilan, turib bera olganingiz bilan tabriklayman. Siz zo'rsiz. Siz o'zingiz tozalash bilan shug'ullanishni boshlaganingiz zo'r. Bu juda ko'p olqishlarga sabab bo'luvchi ish. Ruhingizni, taningizni tozalaganingiz bilan tabriklayman.